Assalomu alaykum. Bugun Asaka tuman Ibn Sino nomidagi tibbiyot texnikumi o'quvchilari Qo'qon universiteti Andijon filialiga ekskursiya tashkil qildilar. O'zgartirdim o'zimni. To'la yosh bo'lganda Men Asaka Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoat salomatlik texnikumida 624 davolash guruhida o'qiyman. Biz hamkorimiz bo'lgan Qo'qon universiteti Andijon filialiga keldik. Bu bino o'qish menga juda ham yoqdi. Dars jarayonlarini ko'rib chiqdik. Juda ham qiziqarli va maromiga yetib dars o'tilyapti. Bu hafta doimiy kuzatib boramiz. Sizlar Telegram kanallarda bormiz. Sizlardan ilhomlanib biz o'zimizni texnikumimizni kanalini ochganmiz. Sizlardan ish o'rganamiz. Agar shu o'quvchilaringiz yoshiga qaytib qolganingizda siz shu universitetni tanlarmidingiz? Albatta tanlardim. O'zim Andijon davlat tibbiyot institutini bitirganman. Yoshlikka qaytib qolsam, bu yerdagi imkoniyatlar, bu yerdagi sharoitlar ko'rib o'qigan bo'lardim. Farzandlarim xudo xohlasa o'qitaman. Men O'zbekistonliman, qonimda g'alaba.